Assalomu alaykum. Hurmatli dehqonlar. Mana bizda chistok. Mana shu holatga anoslarga to'r tortilgan. Mana shunday qilib quritamiz buni. Oftobga qo'ymash kerak. Oftobga qo'ysa issiq urib qoladi. Ya'ni chirib ketadi. Shunday qilib, ya'ni molxonamizga tozalab, ustlarini yopib, mana shu holatga quritamiz buni. Chunki dalaga quritib bo'lmaydi. Dalani o'ziga issiq olib qolishi mumkin. Mehnatingiz kuyadi. Mana shu holatga ana shunday ustlariga to'r tortib, mana shu holatga quritamiz chistonimizni. Mana chistonimiz mana qurib qolgan. Mana shunday qilib tozalab olamiz. Mana xudo xolasa yirikligi. Ana chistonni qanaqa quritasiz deganlar uchun mana shu holatga biz quritamiz chistonimizni.